Diqqat, tezkor. NASA tasdiqladi. Oyga ulkan asteroid urildi. Bu lavhalarni ko'rib, butun dunyo hayratda. Oy atmosferasiz bo'lgani uchun asteroid yonib ketmagan. Natijada u yer yuzasida ulkan krater hosil qilgan. NASAning Lunar Reconnaissance Orbiter apparati bu urilish lahzasini tasvirga olgan. Tadqiqotchilarning aytishicha, asteroidning diametri taxminan 10-15 metr bo'lgan. U Oy yuzasiga soniyasiga 25 kilometr tezlik bilan urilib, energiyasi 100 tonna trotilga teng portlashga sabab bo'lgan. Oyda atmosfera yo'qligi sabab urilish vaqtida hech qanday yonib ketish yoki tormozlanish kuzatilmagan. Agar shunday asteroid yerga tushganida, u atmosferada yonib ketgan va kichik parchalarga bo'lingan bo'lardi. Lekin Oyda bu imkoniyat yo'q. Shu sababli urilish joyi hozirda katta kraterga aylangan. NASA bu lavhalarni kelgusidagi Artemis missiyasida tadqiq etishni rejalashtirmoqda. Bu voqea bizning koinotdagi xavflar haqida yana bir bor eslatmoqda. Hozir Yerga ham shunday asteroidlar yaqinlashib kelayotgani haqida ilmiy kuzatuvlar olib borilmoqda. Sizningcha, agar shunday asteroid Yerga urilishi mumkin bo'lsa, inson zoti tayyormi?